Yer shari olamda mavjud bo'lib turgan vaqt intayin uzun. Hech bo'lmaganda insonlarga nisbatan shundoq. Chunki biz insonlarning yer sharida mavjud bo'lib turgan vaqti qisqagina necha 100 ming yil xolos. Lekin olimlarning mo'ljariga asoslanganda yer sharining hayoti 4 milliard 600 million yil bo'lgan. Bu necha 100 ming yil 4 milliard 600 million yil oldida ko'zga cheliqmaydigan bir tal qumga o'xshaydi. Uzun yillar davomida yer shari biz insonlardagi yuqori darajali hayotlik turini barliqqa keltirganmi? Insonlardan burun boshqa madaniyatlar bo'lib baqqanmi? Rostli tarixdan burungi madaniyatlar yo'qmi? Bir qism tarixiy yodgorliklarni qezib olgan olimlarning faraz qilishicha, balkim ilgari biz insonlar bilmaydigan madaniyat mavjud bo'lishi mumkin ekan. Mayaliklarni ko'pincha odam bildi. Mayaliklar yer sharidagi eng sirliq millat. Ularning hozirgi zamon odamlari tushunmaydigan nurg'un xotiralari bo'lib, bir qism g'alati astronomiya, bir qism g'alati tarixiy voqealarni o'z ichiga oldi. Uning ustiga mayaliklarning yozmasida tarixdan burungi madaniyatlar haqida ma'lumotlar xotirlangan. Buning ichidagi eng mashhur, hammaga tanishli tarixdan burungi madaniyat Atlantis madaniyati bo'lsa kerak. Mayaliklarning xotiralaridan Atlantis madaniyatining biz insonlar madaniyatiga eng yaqin ekanligini ko'rib olg'ili bo'ldi. Demak, insoniyat madaniyatining oldingi madaniyati Atlantis madaniyati bo'lishi mumkin. Ammo mana shundaq insoniyat madaniyatiga yaqin tarixdan burungi madaniyatni hozirgacha qoyil qilarliq dalil isbot bilan uning haqiqatan mavjud bo'lib o'tganligini isbotlay olmaymiz. Mayaliklarning xotiralaridan ma'lum bo'lishicha, Atlantisliklar yuksak darajada taraqqiy qilgan madaniyat. Atlantisliklar o'ltiraqlashgan joy Atlantik okeandagi bir g'oyat zo'r orolda bo'lib, kishilar uni cho'ng g'arbiy qit'a deb atagan. Olimlar Atlantis madaniyati degan bu so'zlarni tunji qitim Platonning dialog xotirasida bayqagan. Ammo yana keyingi qezishlar jarayonida mayaliklarning xotiralaridami Atlantis madaniyati degan so'zlarni bayqagan. Atlantisliklarning o'ltiraqlashgan uylarining ko'pinchisi yumaloq shaklda yasalgan. Ularning bir xil alohida iqtidori bor bo'lib, yo'riqlikni tizginlayoladi deb xotirlangan. Yana ba'zi materiallarga xotirlanishicha, Atlantisliklar intayin aqlli bo'lib, olam kemasi yasab yer sharidan chiqib ketish iqtidoriga ega ekan. Ammo kishini ajablantirdig'ini mushundaq kuchga erib, Atlantis madaniyatining yer tavrash va kalkun ichida dengizga g'arq bo'lishi edi. Hozir nurg'un olimlar Atlantis madaniyatining dalilini tepishga urinyapti. Haqiqatan bir qism dengiz tagida kishilar Atlantisliklarning qurilish iznalarini bayqagan hamda Atlantisliklarning xarobisi bo'lishi mumkin deyishgan. Buni ularmi isbotlab bera olmaydi. Bu haqiqatan Atlantis izmi bo'libmi Floridadagi sirtqi dengiz osti rayonida bayqalgan ibodatxonalar. Bu ibodatxonalarning qurilish qiyofati mayaliklarning xotirlashidagi Atlantis qurilishi bilan o'xshashib ketadi ekan. Ya'ni kelib bular dengiz ostida bayqalgan bo'lib, Atlantisliklar haqiqatan dengizga cho'kib ketgan deb qaralgan. Tarixdan burungi madaniyatning mavjudligining chilligini bunchalik vaqtda isbotlab bergili bo'lmaydi. Yer sharida yana insonlar bilmaydigan nurg'un ishlar bor. Bularni bir ozdan vaqt orqali isbotlashga to'g'ri keldi.